Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Va nihoyat bu bema'ni o'qish tugadi. Bu barzangini ko'rib hamma rasvoylarni qildim. Shu uchun chelaklarim bo'm-bo'sh. Shu sababli sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Bezmiya men senga o'zi aytganman. Buni mana bu uysiz odamga ham aytishim kerak. Men Ender Drakonni o'ldirishim kerak. Agar men o'lsam, o'yin ham tugaydi. Yordam berasanmi? Endi men bilmasam, sen meni o'margan eding la'nati. Lekin harakat qilaman. Bo'lmasam boshladik. Xo'sh, biz qayerga ketyapmiz? Bu mening uyim. Nima? Men seni uysiz deb o'ylagandim. Men o'zimdan bechorani yo'qib shuncha ko'p pul ishlab oldim. Ey, qo'yib qolmasdan iloj yo'q. Xo'sh, birinchi navbatda reja tuzib olishimiz kerak. Ender Drakonni o'ldirish uchun. Men ko'p yillardan beri sivilizatsiyada yashayman. Bilamanki, pastki qavatdagi hayotda kiray bor. Bu ularga tegishli sivilizatsiya. Nima? Tushunmadim. Pastki hayot va kiray bu bitta sivilizatsiya? Qanday qilib pastki qavatga tushsa Bu bo'ladi? yerda faqat bitta portal bor. U ham bo'lsa Groxning qasrida joylashgan. Demak, la'nati Grox pastki qavatni himoya qiladi. Xo'sh, demak bizning rejamiz. Demak, ertaga Groxning qasriga kirib boramiz. Hozir esa uning qasriga borib, pastki qavatga tushamiz. Xo'sh, yaxshi rejami? Ha! Qani, boshladik. Men tayyorman. Bu qurbaqaga umuman ishonib bo'lmaydi, chunki u Ender Drakonni o'ldirmoqchi. Biz buni bilamiz, xo'jayin. U Ender Drakonni o'ldira biladi deb o'ylayapsizmi? Hech qaysi aholi hali pastki qavatdagi dunyo sivilizatsiyasiga tusha bilgani yo'q. Bu qurbaqajon ham bu yerga hech qachon tusha bilmaydi. Agar qasrimda qurbaqajonni ko'rsangiz, tezda meni oldimga olib keling. Drakon har doim himoya ostida bo'lishi kerak. Albatta, xo'jayin. Biz bilamiz, Drakon Krayni hech qachon o'ldirmaslik kerak. Biz bu baqaga hech qachon yo'l qo'ymaymiz. Menimcha mening sivilizatsiyamda soliq mavsumi boshlandi deb o'ylayman. Ha, yaxshi o'ylabsan, Grox. Yo'q, xo'jayin. Biz buni ertaga e'lon qilamiz. Men tayyorman. Xo'sh, bolalar, menimcha bu joy yaxshi deb o'ylayman Groxning qasriga borish uchun. Bu yana nimasi bo'ldi? Menimcha qiyshiq to'rt burchak. Lekin ehtiyot bo'linglar, bizni kuzatishlari mumkin. Qani, bu qasrni kuzataylikchi? Ha, shunday qilamiz. Xo'sh, men pastdan kuzatishni boshlayman. Qani, boshladik. Xo'sh, la'natlar Traventinni sal qiyshiq uribdi. Mayli, chiqsa yo'q. Xo'sh. Topdim ey. Sen aniq o'sha deb o'ylaysanmi? Mana to'g'riga qaragin ko'rasan. Bu ishonchim komil, aniq portal bu. Qani bir ko'raychi. Xo'sh. Yo tavba, ko'zlarimga ishonmayman. Axir bu rostdan ham portal-ku. Xo'sh, endi biz aniq bilamiz portal qayerda joylashganligini. Hoy, sen 2 soatdan beri nimani ko'tarib yuribsan qo'lingga? O'le, yo'qot buni ko'zimdan. Endi biz sekinlik bilan Groxning qasriga kirib borishimiz kerak. Agar biz buni uddalasak, 3-dan 2-darajaga chiqib olamiz. Bo'lmasa mening uyimda qurol yaroqlar bor. Voy la'nati, Grox bizni ko'rib qoldi, qochish kerak. Sen hozir menda qurol yaroq bor dedingmi? Ha, sandiqda turibdi. Xo'sh, qanday qurol yaroqlar bor? Xo'sh, pichoq, qaychi, qog'oz, qalamlardan iboratmi? Yo'q, menda undan zo'rlari bor. Yo'q, qo'yili. Biz aniq pastki qavatdagi dunyoga tushib bilamiz. Bu endi muammo emas. Nima edi bu? Bu yana qanday tovush bo'ldi? O'zi nimalar bo'lyapti? Men ham tushunmadim. Yo, tavba. Hoy oshna, soliq mavsumi boshlandi. Har bir aholi g'orga kirib Grox uchun olmos olib chiqishi kerak. Agar sen bu ishni qilmasang, men seni otib tashlayman. Soliq mavsumi ertadan boshlanadi. Shuning uchun ko'proq olmos yig'ing. Ya la'nati, yana soliq mavsumi boshlandi. Ustimdan kulyapsanmi? Mana yana qul bo'lib ishlashga keldik. Mana endi o'yindan o'tish ancha qiyin bo'ladi. Yo tavba, bu yerda aholi muncha ko'p, ozgina tinchroq joy topish kerak. Ha, mana bu yerda itam yo'q ekan. Menimcha yaxshi joyga o'xshaydi. Men Minecraft o'yinida yutmoqchiman. Bu yerda qulday ishlab o'tirishimga qara. Bu juda kulgili. Olmos tezroq yig'ish kerak. Menimcha yo'lini topdim. Hoy bolajonim, sen qancha olmos yig'ding? Men juda ham ko'p yig'dim. Men boyvachchaman. Bunday kulish yaxshi emas, lekin har kim ham uddala olmaydi. Bilasanmi nima? Men juda ham afsusdaman. Qani itvachcha, hamma olmoslarni menga chiqar. Men seni dadamga aytib beraman. Ha, o'zi ham tochkasiga tushdi. Ha, bu xuddi yosh boladan uning shokoladini olib qo'yganday bo'ldi. Men endi boyvachchaman. Xo'sh, bir nimani o'rgandingizmi? La'nati, bu qanday tovush bo'ldi yana? Bu nimasi bo'ldi yana? Yashirinmasam bo'lmaydi.
Menimcha hammasi to'xtadi-ku, to'g'rimi? Ha bu yerda itam bo'lmagandan keyin qo'rqinchli bo'ladi-da. Voy jalab, quvma meni orqamdan. Voydan, qutqaringlar meni. Ha, jalab, quvma orqamdan meni. Shirka ham aksiga olib tezroq sindirmayapti la'nati. Voydan, meni o'ldiradi o'zi meni. Voy, tezroq bo'lsang sen ham itvachcha. Yo'qol bu yerdan, xomsimiz itvachcha. Men nima qildim senga? Olmoslarim. Qanaqaga sening olmoslaring bo'ladi? Bu meni olmoslarim. Bu meniki, tushunyapsanmi? Meniki demoqchi edim. Bo'ldi, qochish kerak bu yerdan. Menda g'oya bor. Men senga itvachcha. Ha, voydan. Ey, bo'ldi. Tinchlan. Men senga bir ozgina olmos beraman. Mana hozir idina xu bu yerdan. Ustimdan kulishni bas qil. Voydan, bo'ldi, o'zingni bos barzangi. Kelishib olamiz. Sen meni o'zi tushunasanmi? Quloq sol. Meniki va menikining do'stlari Minecraft o'yinida yutmoqchimiz va drakonni mag'lub qilmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bizga ko'proq aholi kerak uni mag'lub qilish uchun. Meniki senikiga hozir 50% ulushini beradi agar sen bizga yordam bersang. Tushundingmi meni? Ha, men ham Minecraft o'yinida yutishni xohlayman. Yaxshi, bolakay. Mana senga olmoslar. Hozir men seni menikini komandasi bilan tanishtiraman. Bo'ladi. Oy do'stlar, men sizlarga yordamchi olib keldim. U bizga o'yinda yutib chiqishga yordam beradi. Bu marazbatcha yana kim bo'ldi? Men o'ylashim bo'yicha u bizga yordam beradi. Oy barzangi, senikini isming nima? Mening ismim Jumaboy. Salom Jumaboy. Komandamizga xush kelibsan Jumaboy. Xo'sh Jumaboy, quloq sol. Biz pastki qavatga tushishimiz kerak, lekin portal Groxning xonasida turibdi. Endi bizning komandamizda mana bu barzangi bor ekan, tushish qiyinroq bo'ladi. Yana soliq ham to'lash kerak. Mana bu tupoyda esa hali soliq uchun olmos ham yo'q. Bu yerdan ozgina olamiz. Ay qurbaqajon, sen o'qishni bilasanmi? Bu yerda o'g'irlanmasin deb yozilgan. Xo'sh, qo'llaringizdan nima ham kelardi, ha? Hoy oshlar, bu mening olmoslarim edi. Xo'sh, qara hammasini qaytarib qo'y. Tezroq hamma olmoslarni o'z joyiga qaytar. Qara tezroq bo'l, men kutishni yomon ko'raman. Jumaboy, buni aqlini kirgizib qo'y. Sen meni do'stimni xafa qilyapsanmi? Voy la'nati, bu B sinfda o'qiydigan kachok bola-ku. Nima, men sendan qo'rqishim kerakmi? Qo'rqaningdan turuskayni ho'l qilib qo'yding. Ha, to'g'ri aytasan. Bo'ldi Jumaboy, bugunchalik yetadi. Menimcha shu yerda aqli kirsa kerak. Oy, ishlar qalay? Meni chiqarib olinglar bu yerdan. Menimcha bu ham unga kam. Xo'sh, bo'ldi, chalg'imaymiz. Xo'sh, biz qancha soliq berishimiz kerak edi? Biz umrimizda oxirigacha soliq beramiz. Jalla. Umrimizni oxirigacha? Yo. Ya, bunaqasi ketmaydi. Biz tezroq pastki qavatga tushishimiz kerak. Xo'sh, biz ertaga hamma soliqlarni to'laymiz, keyin shundan keyin pastki qavatdagi dunyoga tushamiz. Hoy bolalar, sizlar meni bunday qo'yib keta olmaysizlar. Olib chiqinglar bu yerdan meni. Men juda ham kuchliman. Menimcha soliq uchun olmos yig'ib bo'ldik. Hoy, eshitdingizmi? Mana bu sandiq gapiryapti. Po'xoy. Hoy, shoshma. Yordam beringlar, meni o'ldiradi hozir. Men aql yosh bolaman. Mana hamma pullarimni oling. Yordam bering, yordam. Ey Jalla, bu meni territoriyam, menga tegishli, bu tushunarlimi Jalla? Bu yerdan chiqib olay, men seni onangni emdiraman qurbaqa. Men tayyorman. Sen bilasanmi bu qanday ishlashini? Agar aholi soliq to'lamasa, men ularni o'ldiraman. Anavi ahmoq qurbaqani kuzatib yur. U portalga hattoki yaqin kelmasligi ham kerak. Bo'ladi xo'jayin. U ahmoq yer ostiga hayotga kira olmaydi. Negadir meni o'ng qo'lim qichyapti. Soliq mavsumiga start bering. Bugun soliqlarni to'lash vaqti. Nega buncha aholi ko'p bu yerda, a? Bu juda ko'p vaqtni oladi. Lekin bizga yetarlicha olmos bor. Shuning uchun bizdan hech kim o'lmaydi. Xayrli tong, Grox janoblari. Xo'sh, indan keyinchi? Bu yerda juda kam-ku. Men juda afsusdaman, Grox janoblari, meni o'ldirmang. Sasigan shaftoli, nima meni o'ldirmoqchimisan? Biz qasrga juda ham yaqin keldik. Biz ichkariga kirgandan so'ng reja bo'yicha ish tutamiz. Oy, mening otam hozir soliqlarni to'layapti. Grox janoblari uni o'ldirmaydi degan umiddaman. Yo, u o'lmaydi. To'g'rimi do'stlar? Ha, to'g'ri, unga hech nima qilmaydi. Unga hech nima qilmaydi, xavotir olma. Rahmat, sizlarga ko'nglimni ko'tardingiz. Menimcha o'lib qoldim. Mana bu yetadimi? Yashavor Qoravoy, olmalarni sotdingmi? Yashavor Qoravoy, sen aholim ichidagi eng yaxshisisan. Rahmat, Grox janoblari. Navbat borgan sari kamayib bormoqda. Biz esa portalga yaqinlashib qoldik. Biz uddalaymiz qurbaqajon. Hoy, men mana bu iflos cho'chqa bilan gaplashib olmoqchiman. Men senga gapiryapman. Senga nima kerak? Sen meni xotinimni o'g'irlab ketding, uni qaytaraman. U seniki emas. Jin ursin, bu rostmi? U meni katta nimamni yaxshi ko'radi. Hoy, meni tupurib qo'ygan joyim bor. Biz 20 yildan beri birga yashaymiz. Bizning 3 ta farzandimiz bor.
Bu juda qiziq. Bana nimas kulgili bo'lyapti? Men o'zim xotinim haqida gapiryapman. Menimcha unga tushuntirish vaqti keldi deb o'ylayman. Biroq meni ortiqcha vaqtim yo'q. Hozircha mana buni ushla. Oy, sen o'zingni podshohing oldida qanday murojaat qilyapsan, qarol? Buni ko'tingga qatlab tiqib qo'y. Qani o'zingni olovga tashla, chunki seni otang men aytgan soliqlarni bermadi. Yo'q, men buni xohlamayman. Qani tezroq qimirla, bo'lmasa men seni otib tashlayman. Qani sakra. Bildi, mana men tashlayapman. Voyda, juda ham issiq ekan. Xo'sh, do'stlar, mana biz ichkaridamiz. Biz tezroq yer ostiga tushishimiz kerak, lekin bu yerda soqchilar ko'p. Menda g'oya bor. Ya, bu nima qiliq, Jumaboy? Ya xudoyim, men nafas ola olmayapman. Ichingga it o'lgan eshak, bukuninga o'lganing yaxshi edi. Oh, yordam berdi. Qani tezroq. Ha, menda xomon. Ey, shoshmanglar. Grox qanday bizni ko'rmadi? Qani tezroq portalni oldiga bo'lamiz. Menimcha keyingi etajda joylashgan. Ya bu nimasi? Ye, jalla, bu yerda nimalar bo'lyapti? Qani sekin harakatlanamiz. Qani u la'nati portal. Xo'sh, Groxning iti bor ekan. Menimcha portal yuqoringi qavatda bo'lsa kerak. Qani tezroq qidiraylik, vaqtimiz oz. Qani ketdik. Tezroq bolalar, tezroq. Ey, baqirmanglar, sekinroq, bo'lmasa bizni ushlab olishadi. Ya, onagina joningiz. Mana u yer osti dunyosi. Xo'sh, boshladikmi? Hoy, bu yerda nimangiz yitirdingiz? Bizni ko'rib qolishdi. Ularni menga qo'yib bering. O'ldir uni. Unga ta'sir qilmadi, qochib qol. Oy, Jumaboy, quvma ularni orqasidan, to'xta. Oy! Nega u bizlarni tashlab ketdi? Qani uni orqasidan oydon. Ya, xo'sh, qani qayerga ketyapmiz? Sizlar yuragimga to'kildilaringiz. Biz pastki dunyoga tushib bilamiz deb o'ylayapsanmi? Demak, sizlar pastki dunyoga tushmoqchi bo'lganlaringizda zapal bo'ldingiz. Ha, bu to'g'ri. Bizni kechiring, Grox. Yana shu ishni qilsangiz jazolayman degandim. Undan oldin soliqlarni to'lang. Mana marhamat, Grox janoblari. Sizlar Chorniy spiskaga tushdingiz. Endi bundan keyin meni shahrimdan olmos qazib olmaysizlar. Do'stlar, qani topgan tutganingizni Grox janoblariga bering. Mana Grox janoblari. Shoshmanglar. Menimcha Jumaboyni soqchilar ko'rmadi. Ey, bir daqiqa shoshmanglar. Labay Grox janoblari. Sizlar bilan yurgan Barzangi qayerda? Obbo. Menimcha uni kimdir o'ldirib qo'ydi. Aldamading degan umiddaman, qurbaqajon. Uf. Endi nima qilamiz? Biz Jumaboyni yo'qotdik. Bilmayman, qurbaqajon, bilmayman. Yo, nega o'zi bunday qildi u? Hech bo'lmasa yana 3 sekund kutsa edi, biz o'tib olardik. Hammasi rasvo bo'ldi. O'zi hammasini puxta rejalashtirish kerak edi. Lekin to'g'ri-da, bizga hatto o'ylashga ham vaqt yo'q edi. Menimcha tirik deb o'ylayman. Biz hatto portalning u yog'ida nima borligini ham bilmaymiz. Kim bilsin, u yerda o'lishi ham mumkin. Yo'q, qurbaqajon, sen xavotir olma, u o'lmaydi. Ey, sen yuragimga to'kilding, chichkan satining ko'tarib yurib.